Porshonni hech qachon kislota bilan tozalamang. Xo'p, qanaqa tozalash kerak? Porshonni shogirdga tozalab qo'ygin desam, tozalabdi. Deyarli toza, lekin bitta narsani hisobga olmagan. Dvigatel ta'mirida Porshonni qayta ishlataman desangiz, ko'zga ko'rinmaydigan nozik masalasi bor. Ayrim shogirdlar Porshonni tozalaganda halqa ariqchalarning tozaligiga kamroq e'tibor berishadi. Kanafka halqa ariqchalaridagi uglerod qoldiqlari, temir mayda qurumlarni tozalamasdan qolib ketishi jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Halqa ariqqa to'liq tushmasligi sabab buni silindrga o'rnatayotgan vaqtingizda yoki ish davomida mana shu silindringizni qirishi mumkin. Xo'p, qanaqa tozalash kerak? Porshonni hech qachon kislota bilan tozalamang. Sababi kislota ma'lum miqdorda Porsche yuzasini yemiradi. Natijada Porsche va silindr oralig'idagi teplovoy zazor buziladi. Agar baribir ham kislotadan foydalangan bo'lsangiz, Porsheni o'rnatishdan oldin qaytadan Porsche va silindr diametr o'lchovlarini boshqatdan o'lchab, teplovoy zazor dopisk daligiga ishonch hosil qiling. Halqa ariqchalarini tozalash uchun shunaqa instrument maslahat beraman. Qimmat turmaydi, instrument do'kondan topsangiz bo'ladi. Bemalol hozir bitta ko'rsatib beraman. Shu yo'l bilan Porsheni fiksatsiya qilib tozalashingiz mumkin. Bu videoni ustingizga agar usta bo'lsangiz, shogirdingizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Kimgadir foydasi tegib qolar. Keyingi videoda bo'lsa, halqa o'rnatishni o'rganamiz.